Talabdan sud boshlandi. Jinoyat gap qaytarish. Dalillar ko'rib chiqildi, guvohlar tinglandi. O'tgan yildagi xatolarim arxivdan chiqarildi. Qaynonam dedi, kelinning tili chiqib ketgan. Qarindoshlar ham sezilib turibdi. Erim, ha mayli tinchlaninglar. Natija menga ogohlantirish qolganlariga rahmatnoma deb bir obunachim yozib qoldilar. Opa, kelin bo'lish doimiy sinov muddatsiz probniy versiya ekan deb qo'shib ketibdilar. Hayron bo'ldim, keyin o'yladim, nega har safar janjalda kelin xavfli elementga aylanadi? Chunki kelin yangi odam esa tizimni buzadi. Bu oilada hamma bir-birini 20 yildan beri biladi. Men esa 2-3 yillik yangilanishman. Ular bir jamoa, men esa qo'shilgan o'yinchi. Maslahatim, sud payti o'zingni oqlashga urinma. Odamlar hissiyot bilan turib, mantiq eshitmaydi. Ering bilan alohida gaplash. Jamoa oldida u o'g'il, yolg'iz qolganda u er. Eng muhimi, o'zingni yomon kelin degan rolga ko'niktirma. Rolni qabul qilsang, hamma seni shunaqa ko'radi. Chegara qo'yish hurmatsizlik emas. O'zingni himoya qilish til chiqarganlik emas. Bugun meni sud qilishdi, mayli, lekin ertaga men jim turib yig'laydigan kelin emas, kulib turib pozitsiyasi bor ayol bo'laman. Oilada janjal bo'lsa, er avval kim bo'lishi kerak? O'g'ilmi yoki er? Kommentda yozinglar, qiziq fikrlarni o'qiyman.